ushbu savolni mohiyatiga tushunmasdan turib, avtotest imtihonida 1.600.000 to'lab chiqishingiz mumkin. Ushbu savol quyidagicha: qaysi avtomobil haydovchisi to'xtashga ruxsat etilgan? Bu joyda to'g'ri javob yuk avtomobil haydovchisi agar bir yo'nalishda harakatlanish 3 ta va undan ko'p tasma bo'lsa, ko'prik ustida to'xtash mumkin. Lekin bu savol avtotest savolida, ya'ni ichkariga kirganingizda quyidagi holatda beriladi. Ya'ni qaysi avtomobil haydovchisi to'xtashga ruxsat etilgan? Bu joyda siz har ikkala avtomobil bosib qo'yishingiz mumkin. Mana har ikkala avtomobil javob bor F3. Bunga sabab quyidagi savol, ya'ni bu savolni egizagi bor. Ushbu joyda yengil avtomobil to'xtashga ruxsat etiladimi? Bu joyda yengil avtomobil siz belgi borligi uchun taqiqlanadi degan narsada yodlab olganingizda taqiqlanadi degan javobni yodlab olgansiz. Lekin bu joyda, ya'ni ichkariga kirganingizda bu holatni o'ylaysiz, demak belgi yo'q. Yengil avtomobil to'xtasa bo'ladi. Yuk avtomobillar bir yo'nalish 3 dan ortiq ekan. Ushbu savolni mohiyatiga tushunmasdan yodlab olgansiz-da, ya'ni F4. Shunga asoslanib, demak har ikkalasini bossangiz xato qilasiz. Ushbu savolning javobi esa yuk avtomobil to'xtashga ruxsat etiladi. Hop, bunga izoh yo'l harakati qoidalarining 91-bandida keltirilgan quyidagi yerlarda to'xtash taqiqlanadi. Bir yo'nalishda harakat uchun 3 tadan kam tasma ega bo'lgan ko'prik yo'l o'tkazish estakadalarining ustida 3 tadan kam bo'lsa taqiqlanar ekan. Demak 3 tadan ortiq yuk avtomobil bu joyda to'xtasa bo'ladi. Ko'priklar o'tkazish estakadalarining ostida to'xtashingiz ham taqiqlanadi. Lekin tegishli yo'l belgilari bilan to'xtab turishga ruxsat beradigan joylar bundan mustasno. Ya'ni bu joyda tegishli belgilar yo'q, to'xtashingiz ruxsat etilmagan. Shuning uchun faqat yuk avtomobil to'xtashga ruxsat etilgan. Siz savollarni bir-biriga adashtirib qo'yib, ya'ni xato javob belgilab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni ichkarida boshqa savol, siz yodlayotgan приложениеda esa boshqa savol. Hop, shu egizak savollari ham bor, ya'ni shu savolda matnlisi ham bor. Quyidagi savol mana. Qaysi holda bir yo'lda harakat uchun 3 tadan kam tasma bo'lgan yo'lda to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi? Endi taqiqlanadi deyapti. Ko'prik, estakada, o'tkazgichda, ko'prik, estakada va ularning o'tkazgich ostida. Demak, bir yo'lda 3 tadan kammi? Ko'prik ustida ham mumkin emas va ko'prik ostida ham mumkin emas. 3 tadan kam tasma bo'lganligi uchun, tegishli ko'prik ostida tegishli belgilar bo'lmaganligi uchun har ikkalasi qoida buzdi. Demak, sanab o'tilgan joylarda taqiqlanadi. F3 to'g'ri chiqadi. Keyingi savolimiz: sanab o'tilgan joylarda qaysi birida transport vositasi to'xtash va to'xtab turishi taqiqlanmaydi? E'tibor bering, taqiqlanmaydigan joylarni so'rayapti. Ko'priklar, osma yo'llar bir yo'nalishda harakat uchun 3 tadan ko'p bo'lsa mumkin. Mana yuk avtomobil bir yo'nalishda 3 va undan ortiqmi? 1 2 3 va undan ortiqmi? To'xtasa bo'ladi. Hop. Endi keyingisi variant mana. Kesishadigan qatnov qismiga 30 metrdan ko'proq. Quyidagi savol bor mana. Ushbu joyda avtomobil to'xtashga ruxsat etiladimi? Albatta ruxsat etiladi. Sabab kesishma, ya'ni chorrahaga 30 metrdan ko'proq. Shu joyda to'xtasa bo'ladi. Bir tomonlama yo'lning chap tomonida ham to'xtasa bo'ladi. Ya'ni har ikkala holatda ham taqiqlanmaydi. Bir yo'nalishda 3 va undan ortiq ko'prik ustida to'xtasangiz ham bo'ladi. Kesishmaga 30 metrdan ko'p qolganda ham to'xtasangiz bo'ladi. Demak, barcha joylarda taqiqlanmaydi. F3. Yana bir savol bor. Qayerda transport vositasi to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi? Endi taqiqlangan joylarni ko'rsatyapti. Transport vositalari va piyodalar harakat serqatnov bo'lgan joylarda. Piyodalar o'tish joyida esa quyidagicha qoida bor, ya'ni ushbu savol orqali ko'rib chiqamiz. Ko'rsatilgan joyda siz avtomobil qoidaga binoan to'xtashingiz mumkin. Ya'ni A holatdami, B holatdami, V holatda to'xtasa bo'ladimi? Misol uchun avtomobilda keldingiz, A, ya'ni 10 metr ichida to'xtayapsiz, piyodalar o'tish joyiga yetmas o'sha oralig'ida. Ya'ni 10 metr ichida bo'ladigan bo'lsangiz, 10 metr kam qolganda qoida buzgan hisoblanasiz. Ya'ni piyodalar o'tish joyiga 10 metrdan kam qoldimi, demak qoida buzdingiz. Endi piyodalar o'tish joyidan 1 metr o'tib to'xtatishingiz kerak. Demak, B ham qoida buzmadi. B buzmadi, A buzdi. Endi V ni ko'rib chiqamiz. Piyodalar o'tish joyidan 1 metr o'tdi yoki
o'tiboq to'xtadi desak, agarda qarama-qarshi harakat tashkil qilingan bo'lsa ham bu B transportimiz 10 metr o'tib to'xtashi kerak. Sabab qarama-qarshidan kelayotganda 10 metr kam qolganda mumkin edi-yu, o'sha taxlanardi. 10 metrdan kam qolsa taxlanardi. 10 metrdan ko'p bo'lsa ruxsat etilardi. 10 metrdan ko'p bo'lsa, ya'ni B'da emas, siz o 10 metr o'tib to'xtashingiz kerak edi. V'da ham qoida buzdi. 10 metrdan kam qolganligi uchun A'da ham qoida buzdi. B'da esa qoida buzmadi. Sabab piyoda o'tish joyidan 1 metr o'tib to'xtasa bo'ladi. 10 metrdan kam qolgan joyda taxlanadi. Ya'ni 10 metrdan ko'p bo'lsa ruxsat etiladi. Shu holat bo'yicha faqat B'da to'xtashingiz mumkin, ya'ni lekin transport vositasi piyoda harakat serqatnov bo'lgan joy aniq joy emas. Bu joyni belgilamaymiz. Bir yo'nalishda harakat uchun 3 tadan kam tasma ega bo'lgan ko'prik, yo'l o'tkazish estakada ustida. Quyidagi rasm holatda beryapti mana. Quyidagi rasm holatda beryapti. Bir yo'nalishi 3 va undan kam ekan. Demak, bu joyda qoida buzgan hisoblanadi yuk avtomobil. To'g'ri javob mana. Taxlanadi. F2 ekan. F3 da ham ko'rib qo'yish majburmiz. Qatnov qismida keshmasiga 30 metrdan ko'p. Chorahalarga 30 metrdan ko'pi to'xtash va to'xtab turish ruxsat etiladi. Bunga 91-bandda izohlab berilgan. Ushbu joyda avtomobil to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Bu joyda to'xtab turish ruxsat etiladi. Bir tomonlama yo'l tugayapti, ya'ni bir tomonlama yo'l bo'lsa ham yo'lning qarama-qarshi tomonida emas bu. Bir tomonlama yo'l, yo'lning chap tomonida ham tursa bo'ladi, ya'ni to'xtasa bo'ladi. Shu holat bo'yicha keshmaga 30 metrdan ko'pi bemalol to'xtasa bo'ladi, taxlanmaydi. Demak, taxlangan joy esa ko'prik ustida 3 tadan kam tasma bo'lganda, ya'ni sariq qoida buzdi. To'g'ri javob F2. Siz bu savolda mohiyatiga yodlab olib, ya'ni ko'prik so'zini ishlatganini bilib olib, bu javobda shoshib ko'prikni bosib qo'yishingiz mumkin. Lekin e'tibor bering, taxlanmaydi deyapti. Bu savolda taxlanadi deyapti. Ya'ni ikkala savolni bir yerga olib kelsangiz, ya'ni egzaklarni bir yerga olib kelsangiz, bir-birini ajratishingiz osonroq bo'ladi. Mana egzaklarni bir yerga, ya'ni bir joyga olib keldim. Sanab o'tilgan joylarning qay birida transport vositasi to'xtash va to'xtab turish taxlanmaydi. Taxlanmaydi desa, ko'prik estakadalarda ustida bir yo'lda 3 va undan ortiq tasma bo'lsa ruxsat, keshmaga 30 metrdan ko'p bo'lsa ruxsat. Demak, ikkala holatda taxlanmaydi. Lekin taxlanadi deyapti. Taxlanadi bir yo'nalishda 3 tadan kam bo'lgan ko'prik ustida, ya'ni estakadan ustida taxlanadi. 30 metrdan ko'p qatnov qismiga ruxsat etiladi. Transport vositasi piyoda serqatnov bo'lganda. Endi piyodalar o'tish joyiga 10 metr kam qolganda taxlanardi. O'tib 1 metrdan kam oraliq, ya'ni 1 metrdan uzoq, yaqinroq to'xtab qo'ysangiz ham qoida buzarlik hisoblanadi. Bu joyda aniq qancha masofaligi aytilmayapti. Bu misol uchun to'xtash ruxsat etilgan joylari bor, to'xtash ruxsat etilmaydigan joylari bor. Bu F1 to'liq javob emas, ya'ni to'g'ri javob deb qabul qila olmaymiz. To'g'ri javob F2. Siz bu savollarda ko'prik so'zini yodlab olyapsizda, xato belgilab qo'yishingiz mumkin. Lekin aslida ichkariga kirganingizda savolni rasmini o'zgartirib qo'yyapti. Siz mohiyatiga tushunmasdan yodlab olyapsizda, xato belgilab chiqyapsiz. Misol uchun, shu 91-bandda 37 ta savol bor. Avtotest imtihonida 37 ta savol. 91-bandda siz mohiyatiga tushunib olsangiz, 1000 dan ortiq savol berishi mumkin-da. Bu savollarni mohiyatiga tushunish uchun men sizlarga onlayn kurs tashkil qilganman. Onlayn kursda siz har bitta savolni mohiyatiga tushunib yodlaysiz. Ya'ni ichkarida imtihonda tushayotgan biletlarni birga-bir holatda ishlaysiz. Shu kursni qo'lga kiritish uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Bu kurs haqida sizga to'liq informatsiya beramiz, ya'ni to'liq ma'lumot beramiz. Ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Xudo xolasa bundan yaxshi darslarimiz oldinda.